Ikkinchi jahon urushi frontlaridan biri Belarus Respublikasida halok bo'lgan farg'onalik Abdullajon Dadaboyevning xoki mamlakatimizga olib kelinib, yuksak ehtirom bilan dafn etildi. Marosimda Mudofaa vazirligi, Sharqiy harbiy okrug qo'shinlari qo'mondonligi, O'zbekiston tumani mudofaa ishlari bo'limi mas'ul ofitserlari, tuman hokimligi hamda keng jamoatchilik vakillari ishtirok etdi. 1941-yilda Abdullajon Dadaboyev ham minglab o'zbek o'g'lonlari qatori Ikkinchi jahon urushiga safarbar etilgan. Frontda o'qchi diviziya tarkibida mardona jang qilgan yurtdoshimiz uzoq yillar davomida bedarak yo'qolganlar safida hisoblanib kelgan. Mana shu vaqtgacha bu bedarak yo'qolgan deb hisoblangan. Sababi uning demak jasadi joyi aniqlanmagan edi. Shu yil yozda olib borilgan qidiruv natijasida Belarus hududida Rogun tumanida bu demak jasad topildi. Abdullajon Dadaboyevning xoki oradan shuncha vaqt o'tib ona vataniga qaytarilishi tarixiy voqeadir. Davlatimiz rahbarining oqilona siyosati va xalqaro hamkorlikka berayotgan e'tibori, O'zbekiston va Belarus respublikalari o'rtasidagi do'stona munosabatlarning samarasi tufayli mazkur ezgu ish amalga oshdi. Toshkent xalqaro aeroportida kutib olish marosimi bo'lib o'tdi. Shundan so'ng marhumning xoki o'zi tug'ilib o'sgan Davlat Botir qishlog'iga olib kelinib, dafn marosimi tashkil etildi. Marosimda O'zbekiston Respublikasi Mudofaa vazirligi, Sharqiy harbiy okrug qo'shinlari qo'mondonligi, tuman mudofaa ishlari bo'limi mas'ul ofitserlari, tuman hokimligi vakillari hamda keng jamoatchilik ishtirok etdi. 41-yil urush boshlanib qolib, amakimni 22 yoshida jahon urushiga ketishdi. Lekin dadam rahmatli aytisharki, o'g'lim, meni ukam 41-yilda urushga ketib dom talashtirib yo'qoldi. Xat xabar yo'q dedi. Deb dadam bandalik qilgan vaqtlarda ham shunday aytdiki, o'g'lim, balki bu senga nasib qilsa kerak, agar mendan keyin sen qoladigan bo'lsan shu dargohda, namozlar topilib chiqib qolsa, meni yo'qligimni bildirmagin degan. Mana Xudoning irodasini qarangki, mana xat xabar bo'lib, amakimni mana shu 82 yil deganda yetkazib olib kelib berdi. Shu ikki davlat o'rtasidagi samimiy do'stlik Ilohim abadiy bo'lsin. Farzandlarimiz ona vatanimizga sodiq insonlar bo'lsin. Shu ishlarga bosh-qosh bo'lib, ikki respublikaning o'rtasidagi birdamligini mustahkamlaganligi uchun Shavkat Mirziyoyevga samimiy minnatdorchilik bildiraman. Jasur va qahramon askar yurt tuprog'ida yuksak ehtirom bilan dafn etildi. Marosim yakunida harbiy xizmatchilar o'q otib, ajdodimiz xotirasini sharafladilar.